Cartierning hamma bilgan sevgi va mix shaklidagi bilaguzuk g'oyasi haqiqiy Cartierlar oilasiga tegishli emasligi, Cartierdagi pantera timsoli esa Louis Cartierning ma'shuqasini taklifi bilan paydo bo'lganini bilarmidingiz? Parij, 1847-yil. Yosh usta Louis Cartier kichik zargarlik ustaxonasida ishlardi. Keyinchalik ustozi Adolf Picardni do'konini sotib oladi va Cartier zargarlik uyiga asos soladi. Asta-sekin uning zargarlik buyumlari parijlik zodagonlarda qiziqish uyg'otadi. Imperator Napoleon IIIning rafiqasi imperatrisa Yevgeniya ham uning ilk mijozlaridan bo'ladi. 19-asr oxiri Louis Cartierning ishini o'g'li Alfred Cartier davom ettiradi. Alfredning 3 o'g'li bo'ladi: Louis, Pierre va Jacques. 1899-yilda katta o'g'li Louis Cartier otasini boy mijozlariga yaqin bo'lgan joyga ko'chishga ko'ndiradi va kichkina do'konni sotib, Parijdagi eng nufuzli ko'chadan do'kon ochadi. Shu tariqa kichik oilaviy biznes afsonaga aylanish yo'liga kiradi. Katta o'g'li Louis Cartier ijodkor va vizioner. U Parijdagi Cartier do'koniga boshchilik qiladi va mashhur asarlarning muallifi bo'ladi. Buyuk Britaniya qiroli Edward VII Cartierni zargarlarning qiroli deb e'lon qilganida, bu ko'p jihatdan Louisning xizmatidan. Louis birinchi bo'lib platina bilan ishlashni boshlab bergan zargarlardan bo'ldi. Ko'rinmas raqamli sifir biletli sirli soatlar, nozik bilak soatlar, art deco uslubidagi mashhur tutti frutti rangli dizaynlarni ixtiro qiladi. 1904-yilda Louis Cartier do'sti uchuvchi Albert Santosdan g'ayrioddiy iltimos oladi. U parvoz vaqtida taqib yurishga qulay bo'lgan soat yasab berishini so'raydi. Chunki uchish vaqtida cho'ntak soatlarini jismonan chiqarib olish unga noqulay bo'lgan. Shunday qilib, yassi korpus, kvadrat ramka o'sha davrlar uchun mutlaqo yangi tasmali birinchi erkaklar bilak soati Cartier Santos dunyoga keladi. O'rtanchi o'g'li Pierre Cartier biznes dahosi. Louis Parijni yoritgan bo'lsa, Pierre yangi Londonni zabt etadi. 1909-yilda esa Nyu-Yorkda do'kon ochadi va bu do'kon katta mashhurlikka erishdi. Kichik o'g'li Jacques Cartier sarguzashtni sevgan va qimmatbaho toshlarga qiziqgan. U dastlab Londondagi do'konga rahbarlik qildi. Ammo qalbi sharqqa tortavergach, Hindiston va Yaqin Sharqqa sayohat qilib, eng yaxshi toshlarni izlab keladi. Buyuk hukmdorlar bilan do'stlashadi. Ularning zargarligini o'rganadi. Yangi g'oyalarni Yevropaga olib kiradi. 1920-yillarda oq brilliant tojlar urfdan qolganida Cartier rangli portlash qiladi va mashhur tutti frutti uslubini o'ylab topadi. Cartierni eng nomi chiqqan asarlardan biri Zinger kompaniyasi vorisi Daisy Phillips uchun tayyorlagan hindcha marjondir. O'yilgan izumrud, safir va rubinlar bilan bezatilgan ushbu asar tutti fruttining cho'qqisi bo'lgan. 20-asr boshlarida esa Cartier mashhur brendga aylanadi. 3 aka-uka birgalikda imperiya hosil qiladi. Ularning shiori hech qachon birovdan ko'chirma, faqat o'zing ixtiro qil. Cartierning mijozlari orasida Yevropa monarxlari, Osiyo hukmdorlari ham bo'lgan. 1904-yilda Britaniya qiroli Edward VII Cartierdan bir yo'la 27 dona diadema buyurtma qiladi va Cartierga katta obro' olib keladi. 1925-yili zamonaviy pulda qiymati 2,5 milliard dollarga teng ulkan buyurtma De Beersning 234 karatli sariq brilliant bilan bezatilgan mashhur patiala marjoni ixtiro qilinadi. 1914-yilda Cartier soatlarida pantera ramzi paydo bo'ladi. Bu Louis Cartierning ma'shuqasi dizayner Janna Tuzin tomonidan o'ylab topiladi. Janna hayvonlarni juda sevgan va Cartierning dizayn to'plamlari orasida hayvonlar timsolini qo'shgan. Ayollarni bosh lavozimlarda ishlashi katta noroziliklarga sabab bo'lgan davrda Louis Cartier Jannani zargarlik bo'limi rahbari qilib tayinlaydi. 1948-yilda Windsor gersoginyasi uchun yasalgan birinchi katta pantera broshi butun dunyoni hayratda qoldirdi. Keyinchalik esa pantera bilaguzugi Cartier tarixidagi eng mashhur asarlardan biriga aylanadi. Ikkinchi jahon urushida Cartier katta yo'qotishlarga uchraydi. Urushdan so'ng 3 aka-uka oldinma-ketin vafot etishadi. Cartier biznesni ularning farzandlari davom ettiradi. Ammo oilaviy boshqaruvdagi birlashuv ahillik kuchsiz bo'ladi. 1964-yilda Cartierning avlodlari biznesni sotish qaroriga kelishadi va har xil investorlarga sotib yuborishadi. 1970-yilda Robert Hooke boshchiligidagi investorlar Cartierning 3 davlatdagi do'konlarini sotib olib birlashtirishadi. 1980-yillarda Cartier kumush buyumlar, parfyumeriya, ko'zoynaklar, charmdan buyumlar ishlab chiqarishni boshlaydi. Cartier o'zining tarixiy asarlarini sotib olib, merosni saqlab qolish uchun muzey ochadi. 20-asr oxiriga kelib, Cartier xalqaro lyuks holding tarkibiga kiradi va yanada qudratli imperiyaga aylanadi.
Hozirda hamma bilgan Love va Just One Clue mix shaklidagi bilaguzuklar brendni yanada mashhur qildi. Afsonaning asoschisi bo'lgan Cartierlar oilasi endi bu brendni tepasida yo'q bo'lsa-da, mashhurlik saqlanib qolindi.